Tak tak tak. Hurmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar bolalar. A harfiga Elza o'quvchimiz she'r aytadi. Marhamat. Ayo doktorjon, bizda bitta kasal bor. Uni ota Yasmina, yeb qo'yibdi Yasmina. Bugungi darsimiz jirafalar haqida. Hayvonlar haqida. Ha? Bo'lmaydimi? Bo'ladi. Ha, xo'p. Jirafani bo'yi qancha uzun? Necha o'qigan? Keyingi savol. Muzika yaxshimi, raqs yaxshimi? Muzika. Raqs. Raqsmi? Raqs degani nima degani? O'ynash. Qanaqa o'ynaydi? Ha, muzikachi. Du. Karnay nima, surnay nima? Skoriy pomosh degani nima degani? Endi baho qo'yib bering. Birinchi 5 qo'yaymi yo shikolat beraymi? Birinchi qavatimizni bering. Hozir mana shikolat. Mana shikolat. Mana 5 qo'yaman. Nimaga tizdingiz? 5 qo'yishim kerakmidi? Boshim yoraman. 5 ustoz. Menga shikolatni bering. Yana bor shikolat. Shuning bilan darsimiz tugadi. Bay bay. Bay. Sen al. Bugun 2'de 5 yedik. Tamam. Selamat buni ustoz. Ertaga ham kelinglar darsga. Kech qolmasdan.